O'sha noniyman shoni. Agar ertaga bo'lmasa bolani olamasam, shu man nima qilib yashayman, qanaqa qilib yashayman? O'ziga aytdim, qadrdonga aytdim. O'zbek qizi Turkiyaga erga tegishga shoshilmaslikka chaqirdi. Turkiya davlatida faoliyat olib boruvchi o'zbek ayollari huquqlari jamiyati tomonidan video e'lon qilindi. Bu videoda 2019-yil 19 yoshida turkiyalik erkakka turmushga chiqqan o'zbek qizi 5 yil mobaynida turk eridan kaltak yeganini, lekin vaziyat o'nglanib ketadi deb kutganini aytgan. Biroq vaziyat yaxshilanmadi. 2 nafar farzandim hozir erimning qaramog'ida. Menga ko'rishga ruxsat bermayapti. Turk kinolarida ko'rganingiz ertagomuz hayotni hatto turklarning o'zi ham yashamaydi. Shu sababli Turk dengizi bo'yida yashayman tergaydigan qaynona qaynotam bo'lmaydi deb kalta o'ylamang. O'qing, ilm oling, bir hunarni egasi bo'ling. Keyin turmushga chiqishingizni maslahat beraman degan ayol o'z intervyusida. Chet elga turmushga chiqqaningizdan keyin bu yerda na huquqingiz, na boshqa hech na yordam beradigan insoningiz, na ikkita non ko'tarib keladigan qarindoshingiz bor-da.